Qibrayda qurilish jarayonidagi uylar, qulay lokatsiya va har bir kvadrat metr uchun hamyonbop narx. Qibray tumani, mo'ljal irrigator 79, Ekobozorgacha atiga 10 daqiqa, Toshkent markazigacha esa taxminan 20 daqiqa. Hozirda qurilish bosqichida bo'lgan bir nechta uylar sotuvda mavjud. Turli maydonlar va rejalashtirish variantlari bilan har xil ehtiyoj va byudjetga mos. Ikkinchi uy 537 kvadrat metr, 6 xonali, 3 qavat, yer maydoni 289 sotiq, narxi $350,000, ya'ni har kvadrat metr uchun $652. Oltinchi uy 263 kvadrat metr, 6 xonali, 3 qavat, yer maydoni 340 sotiq, narxi $270,000, ya'ni har kvadrat metr uchun $1027. Yettinchi uy 300 kvadrat metr, 6 xonali, 3 qavat, yer maydoni 343 sotiq, narxi $280,000, ya'ni har kvadrat metr uchun $933. Bu uylar puxta o'ylangan maydon va qulay qavatlik bilan ajralib turadi. Siz qurilish bosqichida kirsangiz hamyonbop narxda xarid qilishingiz mumkin. Loyiha 2027-yili topshirilishi rejalashtirilgan. Siz zamonaviy formatdagi yangi uyga ega bo'lasiz. Qurilish yakunlangan sari narxlar oshib boradi. Shu sabab hozirda uy tanlash va narxni belgilab olish uchun eng qulay fursat.